Qandli diabeti bor bemorlarni qiynaydigan asosiy muammo. Qand nega tushmayapti? Dorilar nega ishlamayotganini sirini bugun siz bilan fosh qilamiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan sizni sog'lig'ingizni sizdan-da ko'proq o'ylaydigan Bobur doktor. Biz anchadan buyon yangi nom ostida harakat qilishni boshladik. Yangi nom ostida fikrlashni, yangi nom ostida videolar chiqarishni boshladik. Ya'ni yangi nomimiz bu diabet doktor deb ataladi. Kimni xabari bor edi? Agar xabaringiz bo'lmasa, o'zingiz uchun saqlab qo'ying. Ya'ni bundan keyin agar mabodo bizni topa olmasangiz, izlamoqchi bo'lsangiz, shunchaki o'sha poyezd beradigan joyga kuchukcha diabet doktor deb yozsangiz, birinchilardan bo'lib biz va bizni siz uchun muhim bo'lgan videolarimiz chiqib keladi. Demak, biz boshladik. Faqat boshlashimizdan oldin bugun juda ham bir ajoyib mavzuni siz uchun ko'targanmiz. Juda ham foydali bo'lishga harakat qildik. Buni ustida juda ham ko'p ishlagan edik va aniq har bir so'zlarga e'tiborli bo'lsangiz, har bir so'zini o'zingiz uchun muhim bir qoidalarga aylantirib oladigan bo'lsangiz, aniq siz uchun juda ham manfaatli bo'ladi. Va mana shunday manfaatli videomizni boshqalarga ham yetib borishini ta'minlash uchun hoziroq o'sha qo'lchani qizartiring, o'sha laykchani bosib qo'ying. Hojonam, hojotam, hoja akalarim, qo'rqmang. Sizdan hech kim hech qanaqangi pul yechib olmaydi va bizga ham pul to'lab bermaydi uchun. Shunchaki mana shu manfaatli videomizni boshqalarga ham yetib borishiga siz sababchi bo'lasiz xolos. Men o'ylaymanki, siz qizg'anchiq emassiz va bemalol boshqalar ham o'zini ahvolini to'g'rilash uchun, boshqalarga ham foydali bo'lishi uchun albatta o'sha qo'lchani qizartirib qo'yasiz. Sizni qiynagan qandaydir savollar bo'lsa, albatta kommentlarda yozib qoldiring. Demak, boshladik. Ko'pchilik bemorlarim klinikaga kelishi bilan bir xil dardni aytishadi. Doktor, parhezni mahkam tutdim. Shirinlik yemayapman umuman. Eng qimmat dorilarni vaqtida ichyapman. Lekin nimaga hali ham mana glyukometrimda baribir sifralar o'ndan pastga tushmayapti. Nega? Agar siz ham shu holatda bo'lsangiz, demak, siz diabetni eng asosiy aybdorini nazardan chetda qoldiryapsiz. Bu sizni oshqozoningiz emas, balki miya va asab tizimingizdir. Yaxshilab buni yozib olsangiz ham mayli. Bugun biz nima uchun dorilar ta'sir qilmayotganini yashirin sababini, ya'ni stressni zanjirini fosh qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida aynan qandni uy sharoitida tushirishni eng oddiy va tekin usullarini o'rgataman. Keling, organizmimizni ichiga ozgina nazar solamiz. Bizda ikkita stress gormoni bor. Bittasi kortizol, ikkinchisi adrenalin. Bu gormonlar bizga yomonlik uchun emas. Siz o'ylamang, juda ko'pchilikda yomon fikr paydo bo'lib qoladi. Kortizol yomon, kortizol ko'tarilsa unaqa bo'ladi, kortizol ko'tarilsa bunaqa bo'ladi. Yo'q, kortizol bu gormon bodristi deb ataladi. Ya'ni bizni tetik ushlab turadigan, bizni hamma narsaga, hamma imkoniyatlarga qodir qiladigan narsa aslida mana shu kortizol gormonimiz bo'ladi. Ya'ni u tabiiy budillik. Bizni ertalab uyg'otadigan va kun davomida normal holatda yurishimizni ta'minlab beradigan narsa bu kortizol. Demak, bu aslida yomonlik uchun emas, bizni qutqarish uchun berilgan. Keling, ana insoniyat paydo bo'lgan davrdan boshlaymiz. Kortizol qanaqa ishlagan o'sha paytda. O'sha paytlarda, masalan, inson qanaqadir yirtqich, ya'ni tosh davri haqida gaplashyapmiz va shu paytda tasavvur qiling, yana yirtqich hayvonlar bor va inson har doim yashash uchun kurashib keladi. Va qanaqadir yirtqich hayvonga masalan duch keladigan bo'lsa, shu paytda miya jigarga signal beradi. Ya'ni bizning jigarimiz bizni energiyani ushlab turadigan, umuman energiyani zaxira qilib turadigan zavod hisoblanadi. Ya'ni ichki shakar zavodi desak ham bo'ladi. Ya'ni bu nima degani? O'zi asli keling shu haqida qisqacha aytib o'tib ketadigan bo'lsam, mana glyukometr va glyukometrda shunday qondagi qand darajasini o'lchaysiz. Shakaring necha ekan, shakarimiz necha ekan degan savol. Shuni o'lchaganda shakar, ya'ni biz o'zimizni energiyamizni baholaymiz va ana shu shakar degan so'zimiz va qayerdan kelib chiqadi desangiz, u qondagi ko'rsatkichi aslida jigarda ham zaxira bo'lib turadi. Ya'ni bizga kerak bo'lgan paytda, xohlagan paytda qonga chiqishi uchun jigarda zaxira joylari mavjud. Sklad mavjud desam ham bo'ladi, uni aytadigan bo'lsak. Va o'sha paytda masalan ana yirtqich hayvonni ko'rdi va srazi miya jigarga komanda beryapti. Davay, qonga shakarni chiqar. Energiya tayyor, nima qilish uchun? Yo jang qilish kerak, yo qochish kerak. Va shunga sarflanadi. Ya'ni sog'lom odam tezda o'sha ishni qiladi, ya'ni yugurganda o'sha katta miqdordagi energiya sarflanadi. Lekin zamonaviy dunyoda hozirgi kunimizda diabet insonlarga nisbatan bu narsani qanaqa ishlatamiz? Aynan diabeti bor bemorlar uchun bu vaziyatlar juda ham bir fojiali desak ham bo'ladi. Siz stress qilyapsiz har kun. Jigar qonga tonnalab shakarni chiqaryapti. Ya'ni har bir stressga energiya kerak. Ya'ni organizm qayergadir yuguradi, qayergadir qochadi yo kim bilandir janjal qiladi. Unga katta miqdorda energiya kerak deb bir tomondan zaxira qiladi, ikkinchi tomondan zaxiralarni qonga chiqaraveradi. Siz buni boshqara olmaysiz. Bu shunchaki avtomatik bo'ladigan jarayon. Lekin
siz yugurmayapsiz, esdan chiqarmang. Shunchaki siz asab qilyapsiz va divanda yoki ish stolingizda xavotirlanib o'tiribsiz. Natijada shakar ishlatilmaydi va qon tomirlarida, aynan mana qon tomirlarini olib kelib qo'yganman. Qon tomir ichida qancha shakar bo'ladigan bo'lsa va bu qon tomir ichida shakardan tashqari xolesterinlar bo'ladigan bo'lsa, mana bunga o'xshagan aterosklerotik bilyashkalarni hosil qiladi. Aynan mana shunaqangi qon tomirlarni tiqilishiga aynan mana shu doimiy ortiqcha kortizolning ishlab chiqarilishi va ortiqcha kortizol hisobidan qonda shakarning baland bo'lishi, aslida ichkaridagi xolesterinlarning baland bo'lishi sabab bo'ladi. Demak, birozgina avval stress haqida gaplashsak, stressni ham tushunib olishingiz kerak. Stressni aynan ikki xil turi bor. Stress bu shunchaki faqatgina janjal qilish degani emas. Stress bu birinchidan o'tkir stress. Birinchi turi bu o'tkir stress. Masalan, to'satdan biror narsadan qo'rqib ketish yoki qattiq jahl chiqishi. Bunda qand keskin ko'tariladi. Lekin bu juda unchalik xavfli emas. Eng xavflisi bu surunkali stress. Surunkali stress bu kundalik mayda tashvishlar. Masalan, qarzlar. Masalan, doimiy oiladagi sovuqqonlik, sovuqchilik, doimiy uyqusizlik va hatto ijtimoiy tarmoqlardagi salbiy yangiliklar. Bu holatda kortizol qonda doimiy baland turadi. Doimiy baland va natijada siz hech narsa yemasangiz ham qonda qand negadir baland chiqaveradi. Nima uchun? Hatto voy qandim chiqib ketmadimikin, shakarim ko'tarilmadimikin, sahrim oshmadimikin deb qo'rqishingizni o'zi yana ham qandni oshiruvchi mexanizmni ishga tushiradi. Shuni o'zi ham. Endi eng muhim savolga javob beraman. Nima uchun dorilar yoki insulin yordam bermayapti? Chunki kortizol insulinni ashaddiy dushmani. U hujayralarni eshigini qulflab qo'yadi. Bu tibbiyotda insulin rezistentlik deyiladi. Tasavvur qiling, siz dorini ichyapsiz, insulinni ishga solmoqchisiz. Ya'ni dorini ishi nima? Dorini ishi insulinni savalab, urib majbur ishlatadi. Lekin o'sha ishlashi kerak bo'lgan insulin, energiyani olib hujayrani ichiga kirgizishi kerak bo'lgan insulin shunday hujayrani og'ziga borgan paytda kortizol o'sha hujayrani qulflab qo'yadi. Yo'q bo'lmasa umuman o'sha eshigini bekitib qo'yadi. Qarabsizki, energiya insulin keladi, lekin hujayrani ichiga kira olmaydi. Natijada shakar qonda balandligicha qolib ketaveradi va tomirlarni ichkaridan zanglatishni boshlaydi. Ya'ni hamma gap mana shu oddiygina mexanizmdan boshlanadi. Shu uchun asab tizimi tinchimas ekan, dori dozasini qancha oshirsangiz ham bu shunchaki vaqtinchalik chora bo'lib qolaveradi. Xo'sh, doktor yechim bormi deydiganlar uchun albatta mana shu 5 ta qoidani o'zingiz uchun yozib olsangiz sizga ancha manfaatli bo'ladi, xudo xolasa. Birinchisi bu jismoniy harakat. Agar jahlingiz chiqsa yoki xavotirlansangiz, darrov o'sha paytdan boshlab 15 daqiqa tezroq yuring. Shunchaki yuring, tamom. Va harakat orqali qonda o'sha stress uchun chiqarilgan qandni sarflab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchisi bu nafas mashqi. 4-4-8 bu qoidaga amal qiling. Yozib qo'ying bloknotingizga 4-4-8 qoidasi yoki texnikasi. Masalan, birinchi 4 soniyada nafas oling. Nafas olyapsiz, ikkinchi 4 soniya nafas ushlab turasiz. Ikkinchi 4 soniya nafas ushlab turasiz va 8 soniya mobaynida nafasni sekin chiqarasiz. Ichki xotirjamlik deydi-ku, xuddi shunday nafas chiqaring. Bu miyaga xavf yo'q, ancha tinchlandik, hammasi ortda qoldi degan signalni beradi va siz ancha tinchlanishni boshlaysiz. Buni ko'p qaytarish kerak iloji boricha. Keyingisi, uchinchisi bu uyqu gigiyenasi. 23:00 sizni maksimal chegarangiz bo'lishi kerak. 23:00 dan kech qolmasdan uxlasangiz kortizolga dam berasiz. Va ertasi kun ertalabdan qand normada uyg'onasiz. O'zingiz uchun sinab ko'rsangiz bo'ladi, qancha 23:00 dan kech qolib 12, 1, 2 da uxlaydigan odamlar ertalab qandni o'lchaganda baland chiqadi. Ya'ni kortizolni tushmaganligi ertalabdan qandni baland qilib qo'yadi. Kortizolni osmonga ko'taradigan eng asosiy omil bu o'sha uyqusizlik hisoblanadi. Buni esdan chiqarmang. Axborot filtri degan o'zingiz uchun bitta filtrni qo'yishingiz kerak. Ya'ni negativ yangiliklarni internetda urush, janjal, qanaqadir umuman keraksiz bo'lgan ma'lumotlarni o'zingiz uchun bloklab qo'ying. Ya'ni internetdan hech qachon sizga zarar keltiradigan ortiqcha ma'lumotlar umuman sizga kerak emas. Ortiqcha ma'lumot har doim ortiqcha. Sizga kerak emasmi? Nima qilasiz unga? Vaqtingizni, kuchingizni, energiyangizni sarflab, kortizolingizni ko'tartirib, qandingizni ko'tartirib nima qilasiz unga? Sizga qiziq bo'lmagan narsalar nima bo'lar ekan oxiri? Fisq fasod narsalardan qoching. Umuman sizga qiziq yo'q. Aynan ular sizda shu diqqatingizni, sizda vaqtingizni o'g'irlab, sizdan foydalanyapti. Siz shunga vaqt sarflamasangiz, ular ham sekin astalik bilan o'zi shunchaki yo'qolib ketib qoladi, tamom. Miyangizni keraksiz axborotlar bilan zaharlamang, iltimos sizdan. Keyingisi mikroelementlar. Mikroelementlar asab tizimi uchun juda ham muhim. Masalan, magniy. Doimiy ravishda ora-orada shifokor nazorati ostida albatta magniy preparatlarini, magniy dori-darmonlarni qabul qilib turish kerak.
B guruh vitaminlarini doimiy ravishda u ham asabni, ham o'sha umuman mushaklarni bo'shashtirish uchun, umuman o'zingizni yaxshi his qilishingiz uchun B guruh vitaminlari doimiy biz uchun juda ham muhim vitaminlardan bo'lib hisoblanadi va bularning hammasini albatta shifokor nazorati ostida qabul qilishingiz shart. Azizlar, diabet bu qanaqadir hukm emas. Bu shunchaki intizomli hayot tarziga o'tish uchun signal. Ya'ni siz allaqachon qanaqadir yomon hayot tarziga o'tib qolganingiz va sizda organizmingiz bunga javob qaytaryapti, nima bilandir signal beryapti, qanaqadir kasalliklarni qo'zg'atgan va bu sizga ogohlantirish. Endi hammasini to'g'rilash uchun va yashab qolish uchun albatta to'g'ri, normal, ya'ni tartibli bo'lgan hayot tarziga o'tishingiz kerak. Tamom, shuni tan olsangiz, siz yutdingiz bu hayotda. Undan bitta ma'lumot so'rab, bundan bitta qanaqadir dori so'rab, nimalarnidir izlab umringizni o'tkazib yubormang. Shunchaki avvalgi betartib yoki umuman tartibsiz ovqatlanish, tartibsiz uyqu, tartibsiz asab tizimi bilan yashagan hayotingizdan voz kechasizda, shunchaki tartibli, intizomli va xotirjamlik bo'lgan hayot tarziga o'tasiz. Men o'ylaymanki, bu juda ham qiyin emas va shunchaki buni qabul qilishni o'zi sizga yetarli bo'lib hisoblanadi. Bu yana kichkina bo'lsa ham shunchaki ogohlantirish va reklama deb qabul qilsangiz ham menga farqi yo'q, uyalmaydigan bo'lib qoldim bu narsadan. Ya'ni chunki bor narsani boricha ko'rsatishimiz shart. Men aytmasam, siz baribir har kun qanaqadir choylarni sotib olib yuryapsiz, siz har kun qanaqadir nimadir holatlarda yuribsiz. Siz har kun sizni kimdir aldayapti. Va men nima uyalaman, aytsam reklama qilib qolgan bo'laman deb yo'q joydan nima deydi, sizni aldanishingizga shunchaki qarab tura olmayman. Shuning uchun ham biz aynan Garmonik Plus klinikasi, Garmonik Plus jamoasi siz uchun har doim mehnat qiladi. Sizga tartibli va intizomli, sifatli hayot tarzini yaratishingizda yordamchi bo'la oladi bemalol. Biz shunchaki faqat qandni tushirish bilan shug'ullanmaymiz, balki uni kelib chiqish sabablarini, gormonlar va ruhiy balansni tiklashda yordam beramiz. Unutmang, sizni xotirjamligingiz sog'lom kelajagingizni garovi bo'lib hisoblanadi. Kommentga hoziroq o'ting va sizda qand miqdori nechigacha ko'tariladi, stress qilganingizda qanaqa ko'tariladi, o'zi ertalab qanday bo'ladi va asablaringiz buzilgan holatda, ya'ni asabni juda qattiq buzilishi, yengil buzilishi borki, mana shunaqa holatlarda nechigacha qand ko'tariladi, albatta kommentda yozib qoldiring. Men harakat qilaman har birini ko'rib chiqishga, qaysigadir kerak bo'lsa agar javobi muhim bo'ladigan bo'lsa albatta javob beraman. Kimgadir javob bermasam, demak u javob berilgan, yo bo'lmasam u juda ham jiddiy holat bo'lmagan bo'lib hisoblanadi. Shunday ekan, buni to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Minglab odamlarga javob bera olmaymiz, lekin albatta siz harakat yozib qoldiring va men birortasini e'tibordan chetga qoldirmagan holatda o'qib chiqaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta diabeti bor tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Bekorchilikdan kimnidir vaqtini o'g'irlashni xohlamayman. Faqatgina bu ma'lumotlarni o'sha kutayotgan insonlarga jo'natib, ulashib qo'yishingizni xohlagan bo'lardim. Ularga ham manfaatli, ularga ham foydali bo'ladi. Keyingi shunaqangi foydali mavzularda ko'rishguncha xayr deb qo'yaman. O'zingizni har doim asrang do'stlar.